Menga kurak sohasidagi va ko'krak sohasidagi og'riqlar bilan juda ham ko'p shikoyat bilan bemorlar kelib tushishadi. Mana shu ko'krak osteoxondrozida bu holat yuz beradi ko'pincha. Mana shu sohalarda achishish ko'p yurganda yoki kabluk kiyganda achishish bo'ladi. Yoki bo'lmasam bu og'riq odatda bir taraflama bitta nuqtada yoki bo'lmasam ikki taraflama ikkita nuqtada baravar bo'ladi. Bunaqa holatda darrov massajdan boshlasangiz og'riq juda ham kuchli bo'lib ketishi mumkin. Nima qilamiz? Birinchi o'rinda quruq bonkalar yordamga keladi. Bu tajribamda uzoq yillarda sinalgan. Bunaqa holatlarda ayollarda ko'p xalq tilida xala deymiz. Konditsionerda yoki bo'lmasam issiq sovuqqa chalinganda shamollash bo'ladi. Mana shunaqa bir xil joylari qizarib chiqadi. Shunaqa holatlarda 10 minutga oldin shu quruq bonkani qo'yamiz. Buni ikkala taraflama ham qo'ysa bo'ladi. Bu taraflama ham, ikkala taraflama ham qo'ysa bo'ladi. Ana undan keyin massaj boshlasanglar juda ham yaxshi rezultat bo'ladi va bemorda og'riqni qo'zg'atib qo'ymaysizlar.